To'g'rimi? Balki. Men yarimi o'yinga tushib turganimda childirmayni meni binnimi tagiga olib kelaman, hopmi? O'zim ashula tugasa pulingni beraman, hech qayerga olib ketmayman. Qoching. Mehmonlar kelaveradi. Amaki, pulni berasizmi, to'ykini beraman dedingiz. Men uylanyapman. Yo, jiyaningiz? Kuyovaladan olasan-da pulni. Mendan nima so'raysan? U mazzaqlarni men to'laymanmi pulni? Menga qarachiya. Hozir men so'zga chiqaman-da. O'yinga tushaman. O'yinga tushganda hamma pul qistiradi-yu. Qo'limda ko'p pul bo'lganda, kiraningdamni aqllashtirib qo'limda qadr qilib qo'y pullarni, hopmi? Men kelan tarafda videosizman. Ara, sariq shapka. Menga qara, kuyovada tog'ingmi sani? Opoqingga borib aytgan, videochini pulini berasan ekan degan. Bo'lmasa ketib orar ekan degan. Nima qilyapsan batta? Anetda men ovora bo'lib terlab shu o'yinga tushyapman. Qo'ymaysanmi o'yinga tushganmi? Ha, pulini bermayapsizlar, videochini o'yinchami sizga? Menga qara, pulni kuyovni akasi beradi senga. Hatta akasi. Rossiyada ishlayapti. Karta nomer bersang, kartaga tashlab yuboradi. Mixent degan ilovadan. O'zbek kartaga ham tushorami? Ha, O'zbekistondagi hamma banklarda Uzcard Humo Visa kartasiga tushadi. Xohlasang, naqd ko'rinishda Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natsa bo'ladi unda. Pulni olib ketmaydimi? Yangi yildan keyin tashlayman demadimi? Yo'q, demaydi. Chunki 15-noyabrgacha Mixent ilovasida aksiya ketyapti. O'shangacha Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natsa, damas yutib olish mumkin-da, o'shanga tezda tashlab beradi. Ha, unda bo'lsa yaxshi. Men o'yinga tushgandim. Aka, bu kasbni odamlar maqtanish uchun tanlaganimiz yo'q-da. Puli bo'lsa chaqirsin videochini. To'g'ri. Rasm o'chirib yuboraman to'yin aka. So'rab ketmasa nima qilasan? Aka, olganda shu paytgacha oladi. 3 yildan mas olgani yo'q. O'chirib yuboraman. Ana, niye bo'shadi? O'ylamayman bu haqda. Mencha ko'tarmaysan telefonni, to'yda diskini olib qo'y, ofisning tagidaman. Naqd puli. Sumkani ber uka. 170 ming berasan, oldida ketasan, sen bilan yuramiz. Aldamayapsizmi aka? Shopirlar hech qachon allamaydi, allamaga. O'tir. Ha, aka, hech kim yo'q ekani. 1 minut o'tirib tur, hozir ikkita odam olamay yuramiz. Tush, orqaga o'tib ol. Nega? Mana qiz ama aka siz bilan oldida gaplashib ketay deyapti. Tur, o'tib ol. Men birinchi keldim. Oldida ketasan dedingiz. Ketmasinmi shu qiz biz bilan? Yo boshqa odam qilaymi? 1 soat kutasanmi yana? Yo'q, bo'l, amaki. Shu 60 mingdan sal qimmatli qilyapti-da, 50 ming bersam bo'lmaydimi? Mayli. Amaki 50 mingga oldida ketyapti. Men 170 ming. Nohaqligi bu. Jam o'tirgan mana shu qiz ketsin biz bilan iltimos. Amaki, Sanjar Patirga to'xtaylik, uyga ikkita non olib olaman. Yaxshi tanlov uka. Omma Sanjar Patir ham ko'payib ketgan hozir. Lekin biz shopirlar originalini bilamiz Sanjar Patirni joyini. Hozir borib to'xtayman, ovolasan. Xo'p. Mana qara, Sadoqat deb Patir bozor bor-ku, Las Vegas deb nomi chiqdi. Mana shu Toshkentdan kelishingda birinchi do'kon Sanjar Patir. Mana shu originali bo'ladi. Bu Sanjar Patirda ikkita narsadan farqlab olsang bo'ladi. Qara, birinchisi logotip yangi bo'lgan. Ana balachan rasmini qo'yilgan. Ushlab turibdi, ona. Ikkinchi farqi qoraga oq yozuvli bo'ladi. Unaqa rang-maranglariga uchmagan. Eng originali 14 yildan beri Sanjar Patir to'lib sotilib turgan mashina. Bo'ldi, men uni olay bo'lmasa? Ha, sen ol, men mashinada bo'laman. Xo'p. Bir tishdan berma, shu bechoraga haldan bas arqingdan yuribdi. Ben ishlangan non yemayman, yangi olib bersinlar, uyimga olib ketaman. Depression. Aka, sochaman prechasa qilib qo'yman shunday qilib. Shapkangni yetchi. Monobalda seni rasmingni olib kelsa, sandaqangga qilib qo'yaman. Seni monobaldan qilishda iloji yo'q. Aka, pul yig'ib turdim, 100 mingga yaqinlashib qopti. O'yingohga boraylik. Biruli 100 ming bo'larsan, keyin boramiz. Har safar zo'rg'a 100 ming to'plasam, ayam olib qo'yaptilar. Pulga uxlayapman. Tezroq ishlatib boraylik. Bo'lmasa men klient jo'natib yuboray, keyin bora kelamiz. Zo'r joyga olib boraymi? Bellissimo'ni Gortda filialida har shanba yakshanba kechki soat 7 dan 9 gacha g'it-tekinga balajonlovchi animatorlar shousi bo'lyapti-ku. Maza qilasan. Yaxshi, buni pulda qancha ishlatamiz? Bu pulni yangi kombo setga ishlatamiz. Atiga 33 ming so'mga 3 ta narsa. Bitta 20 santimetrli pepperoni pitsa, bitta razlif kola, bitta sous. Qani osil. Maza qildik-a? Qachon 33 ming qarzingiz berasiz? Qanaqa qarz? Sizga yaxshi joy ko'rsating deyapti, hisob beraman demagandim.